ba'zi bir ayollar bor. Men ba'zi bir yigitlarning oilasiga aralashib, tashqariga olib chiqib, "Voy bola, bu xotiningni qo'yib yubor" deb o'zim aytganman. Bu xotiningni qo'yib yubor. Qo'yib yubormasang qutulmaysan deb men o'zim aytganman. Nimaga? Tarbiya qilib bo'lmaydi. Tarbiya qilib bo'lmaydi. Lekin bizning odamlarimiz mana ayollarimizga qaraylik. Kutilmaganda bir sovg'a olib kirib berib qo'ysak, bir dunyo xursand bo'ladi, to'g'rimi? Yana bizning ayollarimiz ko'p haq-huquqlarni bilmaydi. Onangizni xizmatini qilmayman desa nima qila olamiz? Nima qila olamiz? Shariatdan gapirsak, ayol kishiga uylanishlikdan yagona maqsad naslni davom ettirish bo'lsa, sizga mana ikkita bolani tug'ib berdim. Naslingizni davom etishiga men sababchiman. Ota-onangizga xizmat qilmayman desa, majburlashga haqqimiz yo'q. Qo'limizdan kelmaydi. Lekin bizning ayollarga ozgina yaxshi gapirib qo'ysak, bizning xizmatimizni qiladi. Ota-onamizning xizmatini qiladi. Agar uka, opa, singillarimiz bo'lsa, ularga ham parvona bo'ladi. Faqat erkak kishi o'sha ayoliga o'sha motivatsiyani berish kerak. Ko'chadagi yarim yalang'ochga chiroyli gapirishda qoyillatamiz. Xotinimizga ham gapiraylik. Bu oila bu. Buzilib ketadi bo'lmasam, pachag'i chiqib ketadi. Yana bir narsani aytmoqchimiz. Payg'ambar alayhissalomning muborak hadislarida keladi. Qaysiki inson deydi. Qaysiki inson deydi. Agar bir oilani buzilishiga sabab bo'lsa deydi. Dunyoda qilgan hamma amallari bu tomonda qolib ketib, jannatni 1000 yildan 1000 yillik masofadan kelib turadigan hidini hidlamaydi deydi. Ba'zi bir oilalarda ko'ryapmiz akalar. Hoji onalar, uydagi onaxonlar nihoyatda o'tkir bo'lib ketyapti. Qo'shnilariga kelinini qo'pol qilib aytaman. Kelinini ustidan xo'jayinligini ko'rsatib qo'yishlik uchun kelinni ezyapti. O'zimdan o'zim gapirmayapman. Ko'cha toza, yaxshi. Chiq ko'chani supur deyapti kelinga. Kelinni atrofdagilarga o'zini zo'rligini ko'rsatib qo'yish uchun kelinni ezyapti. Kuyov bechara ham noiloj. 50 dan ortiq misolni keltiraman. Kelin bilan kuyov ahil, lekin ona kuyovga aytayapti, "Meni bolam bo'lsang, bergan oq sutni oqlab qo'yganda xotiningni qo'yib yubor" deyapti. 50 dan ortiq. Isbotlab beraman. 50 dan ortiq shunaqa yigitlar bor. Bechara yigitlar onasini ko'yini deb boshqaga uylanyapti. Lekin ana bolasi, ana xotinidan o'zi qiymasdan, buni aybi yo'q-ku deb bir chekkalarga olib borib yo uyiga olib borib arosat bo'lib ikki tomonlama yashab yurgan yigitlar juda ko'p. Qarash kerak. To'y qilish kerak deyapmiz. Lekin bu to'yimizda ertaga behuda bo'lmasligi uchun bu insonlarning xizmati ham kerak akalar. Shuning uchun otalar endi bu bilan yosh bola bo'lib olib buyingizga yoki otangizga nasihat qiling demoqchi emasmiz. Biz shunaqa illatlar bormi? Bugun biz erkaklar ayolimizni islomga muvofiq tarbiya qilsak, ertaga bizning ayolimiz kelinga zulm qilmaydi. Ertaga bizning ayolimiz bolamizga zulm qilmaydi. Bolamizni to'g'ri tarbiya qilsak, ertaga u biz qariganimizda o'sha farzandimiz bizga shunaqangi xizmat qiladiki, farzandimizning orqasida uni ayoli ham unga ergashadi. To'y deyapmiz, bir qaraylik endi shu tomonlarga. Faqat moddiyatlarga odamlar ko'rib qo'ysin uchun sarflormaylik.